Buna Uzunnovadan 7 sotiylik qurish tugallanmagan uchastkamiz chiqibdi. Uchastkamiz Uglovoyga joylashgan. Bemalol ikkita uchastka qilib qursanglar bo'ladi. Ikkita ko'kalar shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, gazli o'tgan, svitlar spetsial stolman o'zlari uchun tortib kelgan ekanlar. Eng asosiy suvlar ham o'tib kelgan, o'sha yerdan turba tortib kelgan ekanlar. Bemalol shirin suvni ham o'tkazib olib bo'lsanglar bo'lagan. Kommunikatsiya hammasi bor. Arintir kelayotgan bo'lsak, Uzunnova darvozasidan 4-ko'chaga kirganlar, shu maktabga ham yaqin shunday. Xo'p. Akkurat nima xillar? Kvadrat bo'lib turibdi. Hech qanday qiyshiq joy yo'q. Hamma taraflama hamsaylar ko'chib kelgan. Shu yerdan ikkita darvoza qilib, ikkita bemalol chiroyli qilib uchastka qursa bo'ladi. O'z niyat qilgan uchastkadan qilib, chiroyli qilib qursanglar bo'ladi. Narxni ham savdo qilamiz, bir tog'ani joylari ekan, dokumentlar hammasi joyiga. Qatla oling ham. Mana. Hamma oching dasturlar. Hammasi nimalar bormi? Bor, hamma dokumentlari bor. Hammasi bor. Nimalar bor ekan. Narxi necha pul narxi? Endi 250 million deyapmiz-da hozir. Shuni tog'a, mana shu ko'cha emas, narx ko'chadan 220 ga sotganmiz a. Shu narxga bo'lsa qo'yib beraman. Ha, endi ustidan sotib olib yuribsizlar, endi o'zlaringiz bilasizlar. Sizlar bir yordam qilib, hech narsa 220 ga qo'yib beraman tog'a. Uglovoylik uchun agar yo 220, chunki u narx ko'chadan sotganman, 220 ga sotganman. Uglovoy uchun просто ikkita uchastka qurish uchun. Uglovoy uchun shunday qo'yamiz, bu narxi 200 million so'm. Uglovoylik uchun narx ko'tarib turibdi. Ha, yaxshi, qani ko'ramiz, mayli qo'ying. 220 million real notga real qilib berib, pastak bilan aloqaga chiqib turasizlar.